bel, oyoq, tizza og'riqlari bilan kelgan buxorolik dodamiz bizda 4 kunlik cheyna oldilar. 4 kunlik cheynadan kelgan fikrlarni eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men G'ani Mansur. 1957-yilda Buxoro viloyati Shobirkon tumanida tug'ilganman. Va anchadan beri mana shu oyog'im, belimni og'rig'i bilan yurgandim. Kechasi 12:30 shunday og'riq tutardi. U yoqqa bu yoqqa aylanib o'sha kamaytiradigan nimaga tushib, keyin uxlab dam olardi. Mani o'g'lim ijtimoiy tarmoqqa kirib, mana shu Skelet kompaniyasini nimalarni ko'rib, videolarni ko'rib, "Dada, yuring, men sizni shu yerga olib boraman" dedi. Mana keldik. Bugun 4-kuni. Allohga ming qatla shukr. Hozir hech qanaqa belimda og'riq yo'q. Hech qanaqa bezovtalik ham yo'q. Faqat oyog'imda o'zini mana shu yemilish bo'lgan, uni ham mashq davomida yo'qotish mumkin deyapti. Futbol ko'kdog'ini qo'yib, o'sha yerga o'tirib turib, o'sha bilan to'g'rilanib ketadigan narsa ekan bu. Faqat mana shu bel og'rig'i, shu oyoq og'rig'i o'ng tomonda. Hozir ana bel og'riqlarim ketdi. Oyoqqa o'zini og'rig'i, u ham mashq davomida qolib ketadigan narsa deyapti. Hurmatli vatandoshlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislari bor. O'zingga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rmaydi. Men sizlarga ana shuni ravo ko'rib aytyapman. Men bular berganmaga pulim taklif qilgan yo'q. Yoki ulardan o'sha gonorarni kamaytirgan ham yo'q. Reklama qilinglar deyapti. Men chin ixlos bilan reklama qilyapman, chin yurakdan. 2 marta haj umraga borib kelganman. Ana shu oyoqlarim, og'riqlarimdan. Hozir Xudoga shu bilan yordamida bir shu og'riqlardan qutuldim. Ularga ming bor tashakkur aytaman. Yana bir oydan keyin kelib ko'rinishimni aytishdi. O'shagacha men mashg'ulotlarni davom ettiraman. Albatta kelib ko'rinaman. Sizlarga ham tavsiyam shu. Marhamat, keling Skelet kompaniyasiga. Darlaringizni shifo toping. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Dodamizni shifo topayotganlarini ko'rib, o'g'illari ham bizda 3 kunlik cheyna olib, beldagi og'riqlardan xalos bo'ldilar. Sizlarda ham shunaqa og'riqlar qiynayotgan bo'lsa, Skelet klinikasiga kelishingiz mumkin. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilasizlar, kommentariyaga plyus belgisini qoldirasizlar, like bilan podpiskani unutmaysiz. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.